million so'mgacha bo'lgan qismiga bu zalog, ya'ni kredit ta'minot sifatida mol mulk, avtotransport vositasi shunga o'xshash qo'yilishi mumkin. 3-chi etapida 1 milliardgacha. Bunda asosiy sharti 1 milliardgacha bo'lgan, faqat o'sha yuridik shaxs deydi, ya'ni xo'jalik yurituvchi subyekt ro'yxatdan o'tib 4 ta ishchi o'rni yaratish kerak. 4 ta ishchi o'rni yaratiladi, uni 1 milliardgacha bo'ladi. Bunga o'sha likvidni mol mulk taqdim qilinadi. Bunda asosan nimalar? Ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish sohasiga, vaqtda mana servis yoki bir o'zini biznes g'oyalarini, startaplarni boshlash uchun berilayotgan kreditlar hisoblanadi. Yana o'zimizning kredit mablag'larini hozir bugungi kunda o'sha uy-joy qurish, sotib olish uchun hamda o'sha ikkilamchi deydi, mana birlamchi subsidiya asosida uy-joylar olish uchun ikkilamchisida bu birovni o'sha oldin qurilgan uylar bo'lsa yoki fuqarodan sotib olinadigan uylar bo'lsa ikkilamchi miqdorida o'sha avtokreditlar yoki ipoteka kreditlarimiz bu bemaqsad o'rda keyin ta'lim kreditlar, ya'ni o'sha farzandlaringiz yoki bir qarindoshingiz yoki ukangiz uchun ta'lim kreditlari ham ajratilib berilmoqda. Hech xuddi shunda yuridik shaxslar uchun, ya'ni yakka tadbirkor hamda bundan keyingi nimasi bo'yicha oilaviy tadbirkorlik, xususiy korxonalar natijalari uchun 10 ga yaqin kreditlarimiz bor. Bunda o'sha aylama mablag'ni to'ldirishda 1 yildan 3 yilgacha, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatishda 1 yildan to 7 yilgacha beriladi. 7 yillik qarorki bu o'z prezidentimiz